bittasini trans bilan ushab olishibdi. Boshqa narsalar bo'libdi. Nima bo'lyapti Azamat aka? Toza sharmanda bo'lyapmiz-ku. Misrga borolmaydigan qilib keldik. Misrga o'ziga ham Shameshxdan yag'gut qizmayapti. O'sha kuni hoji amakilarimiz Arabistonda ham tepadan kokos tushirib toza sharmanda qilishdi. Bu nima bola? Dubayda ham bir-ikki marta muammolar bo'ldi, o'zbeklar bir-birini pichoqlab. Bunaqada butun dunyo bizni yopib qo'yadi-ku. O'zi tepadagi haligi tashqi ishlar ministri bir narsalar qilib bo'lsa ham iltimoslar bilan, va'dalar bilan bitta-ikkita mamlakatlarni bezviza qilib ochib berishuvdi. Mana Chernogoriya ham yopildi. Yevropaga bitta lazeyka ochiluvdi. Chernogoriyaga ham dam olgani bezviza boramiz deb bu yog'iga Yevropaga oyog'i berishibdi. Bir nechta o'zbek aka-ukalar. Shingen saglasheniyasiga to'g'ri kelmagandan uni ham yopib qo'yishibdi. Endi nima qilamiz, Azamat aka? Menimcha bu ketishda yana Tailandda vizali qilib qo'yadi-yu bizani o'zbeklarga. Keyin yuramiz, keyin qishlog'imizga borishga qiynalib. Deyman-da. Phuketda issiq havoda maqtanmang. Toshkentda ham Phuketchalik issiq bo'lmasa ham mana quyoshni ko'ryapsiz. Makada teroqmasa ham Xudo xolasa bolalar bilan shu yanvar oxiriga bir haftaga mo'ljallayapmiz Azamat aka. Chota miyani sal bo'shatib kelmasak, negativli yig'ilib qoldi miyada. Aytadi-yu o'rislar. Кто откладывает на жизнь, тот и жизнь откладывает deydi. O'zbekcha qanday bo'ladi? O'zi oxirgi payt o'rislar bilan gaplashmayotganimga russkiy yezigim ham esimdan chiqib ketib qoldi. Oldin toza bilardim. Literaturniy уровеньda gaplashardim. Hozir уже bo'lmayapti. O'ris qizlar bilan gaplashsam aksentin to'g'rilab bir bola deb tashlashyapti. Кто откладывает на жизнь, тот и жизнь откладывает degani kim hayoti uchun orttirsa yoki tejasa u hayotini ham tejaganmi? Qanaqa bo'ladi? Kim tarjima qila oladi buni? To'g'ri tarjimasi. Кто на жизнь откладывает, тот и жизнь откладывает. Mana bu narsa qattan paydo bo'ldi. Bunaqada biz oyga qachon uchamiz bolalar? Somon bor, press bor, 50 ming so'm degan narsa bu nima bu? Voy jalab. Bu nima deganga? Bu massiva degradatsiya ketyapti-ku. O'zingizcha chiqib olasizlar. Jadidlardanmiz, biz Buxoriylardanmiz, biz Al-Termiziydanmiz deb chiqasizlar-da. Mana bunaqa ishlar qilib o'tirasizlar. Somon bor, boshqa bor. Bilad, bunaqada oyga qanday chiqamiz biz, bolalar, qizlar? Ha? Bunaqada jalab kelajak. Mayli, kelajakka onasini emsin, umid qolmadi kelajakdan. TikTok, bugun qiziq voqea bo'ldi. Man TikTokka kirishni ham bilmayman. Men TikTok ishlamaydi deb yurardim 2-3 yildan beri O'zbekistonda. Bugun menga TikTokdagi bitta odam TikTokdagi profillarim ko'rsatdi. Ishonasizlarmi? 30 tadan ko'p sanadik. Ishonasizlarmi shu gapimga? 30 tadan ko'p sanadik. TikTokda men mashhur ekanman, jala profillarim bor ekan, profilim emas. Profillarim bor ekan va TikTokda shunaqa bir funksiya bor ekanki, men bilmayman, kirmaganman. Shunaqa funksiya bor ekanki, TikTokda umumiy layklarni ko'rsatar ekan tepada qayerdadir. Umumiy layklar, umumiy layklarim ham ko'p ekan bilay. TikTok yo'q telefonimda. TikTok zaguzga qilmaganman hayotda jala. Ana hayot. Kecha kech paytimda voqea bo'ldi. Screenshot qilib qo'ydim, keyin qo'yib beraman storiesga. Bir esingizda bo'lsa yetuvdimi? Ano ko'pincha bolalarni levi ikkinchi profili bo'ladi. Ular o'zini ichki fantaziyalarini o'zi gay, двухсторонний gay, ya'ni biseksual bo'ladi-da, uni ichida ayol yashaydi. O'shalar jenskiy profil ochib olib, bolalar bilan yozishib o'tiradi dedim, esingizda bo'lsa, bir yil. U ham tarqab ketdi jonli efirda.
o'z jonli efirlarim tarqab ketyapti. Ehtiyot bo'lib gapiryapman уже. Kechibdi shunaqasini ushlab oldim. Like payk bosib bir narsalar debdi-da, keyin kirdim. Kirsam bir chiroylikkina qiz. Podozrение ketdi. Podozrение model deb yozib qo'yibdi. Сотрудничество bo'yicha men bunga yoziladi, model deb yozib qo'yibdi. Podozrение ketdi, chunki 5 ta rasm bir kunda загрузка qilingan. Keyin oradan 5-6 kun o'tib turib, yana 3-4 rasm bir kunda загрузка qilinganda. Shunda ham bir yozay dedim. Yozdim. Assalomu alaykum. 2-3 ta yaxshi ideya bor. Xohlasangiz, agar Instagramda mashhurlikka qiziqsangiz, bizlar bilan chiqishingiz mumkin videoga. Qarshi bo'lmasangiz desam, yo'q, qarshi emasman. Здравствуйте. Только bitta no bor-da dedi. Nima no desam, Lyuksemburgda yashayman dedim. Aytdim, дай bog весной поедем как-нибудь в Европу. O'shanda olarmiz dedim. Keyin 15 minutdan keyin yozibdi haligi. Aka gap oramizda hozir men ham sizga o'xshab soqolim kindimgacha. Bu levi profilim deydi bitta jaylab. Otdi qo'tag'i. O'shaning uchun men bu chiroyli bir kelishgan qizlar bo'lib qolsa, u ishonib o'tirmaylar yana. O'tda ham shu bir maniyak, izrashenic, anu bolalarga yozadigan qizlarni gey bo'lib, geyga o'g'il bolaga yozsa, uni so'kadi hamma. Qiz bola bo'lib yozsa, boshqa bir fantaziya qilingan hayotida maza qilib yashaydi-da, jonim deydi. Siz ham unga jonim deysiz. U payt u kayf qiladi. Maza